Dasturimizni yana mahalliy xabarlar bilan davom ettiramiz. Ayni kunlarda yurtimiz bo'ylab mamlakatimiz mustaqilligining 35 yilligiga bag'ishlangan ma'naviy ma'rifiy tadbirlar o'tkazilmoqda. O'zbekiston Jurnalistlar uyushmasi Jizzax viloyati bo'limi hamda O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Jizzax viloyati bo'limi hamkorligida mustaqillik, so'z erkinligi va ochiq jamiyat kafolati mavzusida tadbir o'tkazildi. Tadbirda yurtimizda so'z erkinligi va ochiq jamiyat tamoyillarining ahamiyati haqida fikr-mulohazalar bildirildi. Navbatda shu haqda. Sharof Rashidov nomidagi Jizzax viloyat axborot kutubxona markazida tashkil etilgan mazkur tadbirda jurnalistlar, ommaviy axborot vositalari vakillari, uyushma a'zolari, yozuvchi va shoirlar ishtirok etdi. Unda so'z olganlar mustaqillik yillarida yurtimizda so'z erkinligi va jurnalistika sohasida amalga oshirilgan islohotlar, bugungi imkoniyatlarni alohida e'tirof etishdi. Tadbir davomida ta'kidlanganidek, so'z erkinligi haqiqatni xolis va adolatli yetkazish mas'uliyatidir. Jurnalist va yozuvchi qalami jamiyatdagi muammolarni yoritish bilan birga ezgu tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash, inson qadrini ulug'lash, xalq va davlat o'rtasida ishonchli muloqotni ta'minlashdek yuksak vazifani ham bajaradi. Bugun viloyatimizda ham qalam ahli uchun ana shunday ijodiy muloqotlar, fikr va tajriba almashish maydonlari kengayib bormoqda. Bu esa mustaqillik bergan eng katta ne'matlardan biri. Erkin fikr, ijod va tashabbus uchun katta imkoniyatlar yaratyapti. Juda bir yaxshi fikrlar bo'ldi, yaxshi g'oyalar aytildi. Jurnalistlar tarafdan ham, yozuvchilar tarafdan ham. Albatta bu fikrlarni hammasini O'zbekiston Jurnalistlar uyushmasi Jizzax viloyat bo'limi o'zimizga qayd etib oldik. Albatta faoliyatimizda keng foydalanishga harakat qilamiz. Mustaqillik bizga so'z erkinligini berdimi? Demak, biz o'sha so'z erkinligidan to'g'ri foydalana bilishimiz kerak. Bugun juda ham kerakli bo'lgan mavzu ko'tarildi. Haqiqatan ham bir vaqtlar shunday mahorat maktablari bor edi. Keyingi yillarda biroz to'xtab qoldi. Iqtidorli jurnalist nafaqat Jizzaxda, O'zbekistonda o'z o'rniga ega bo'lgan, o'z qalamiga ega bo'lgan Sayyora Bo'ronova maktabda rahbari sifatida tayinlandi. Bunga albatta gazetadan ham, televideniyadan, radiodan ham moderatorlar biriktirilgan, jurnalistlar uyushmasi tomonidan uni rejasi ishlab chiqildi. O'ylaymanki, bu Jizzax jurnalistikasining kelajagi uchun juda ham foydali bo'ladi. Tadbirda adabiyot va jurnalistikaning mushtarak jihatlari ham alohida e'tirof etildi. Aslida jurnalistning qalami bilan adibning qalami bir maqsadga, insonni uyg'otish, uni ezgulikka chorlash, jamiyatni taraqqiyot sari yetaklashga xizmat qiladi. Biri voqelikni tezkor yoritsa, biri uning ma'naviy qiyofasini badiiy so'z orqali aks ettiradi. Shu bois jurnalistika va adabiyot o'rtasidagi hamkorlik ma'naviy muhitni boyituvchi muhim omil sifatida namoyon bo'ladi. Juda ko'p vaqtlardan beri bunaqangi qo'shma tadbir o'tkazilgan emas edi va unday olganda yozuvchilar ham ijodkor, jurnalistlar ham ijodkor. Ular bir-biridan uzoqlab ketolmaydi. Masalan, men o'zim yozuvchi bo'ladigan bo'lsam, lekin umrimda asosiy qismi jurnalistikada o'tgan, gazetalarda ishlaganman. Shunday ekan, ular bir-biriga hamkor, bir-biriga yelkadosh bo'lishi kerak. Ana shu yelkadoshlik bo'yicha, hamkorlik bo'yicha bir yaxshi qadam qo'yildi. Va bu ayniqsa mana shu mustaqillik 35 yillik arafasida bo'ldi. Buni faqat tabriklash kerak. Tadbir yakunida ishtirokchilar tomonidan jurnalistika sohasini yanada rivojlantirish, yosh jurnalistlarni qo'llab-quvvatlash, ijodkorlar o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlashga qaratilgan taklif va mulohazalar bildirildi.